Hoy Gerald, shu yerda kemani biroz to'xtatib tur. Anavi sahroda piramida qurganimiz esimga tushib ketdi. Tomosha qilmoqchiman. Ha, eslayman. Maymunlarni boshini qotirish uchun hazil qilib qurgan edik. Hey, ular hali ham piramidalarni kim qanday qilib qurganini sirini bilolmay o'tirishibdimi? Ha, galvarslar. Ularni qo'ysang-chi. Mana buni bir qara. Bu joylarni endi O'zbekiston deb nomlashyapti. U yerda testosteronga eng boy erkaklar yashaydi. Menga qara. Bu O'zbekistonning mashinalarini teksturasi yuklamay qoldimi? Nega hammasi bir xil oppoq? Yo'q, Zok. Buni ularda monopoliya deb nomlashgan. Aholiga inkubatordan chiqqan jo'ja kabi bir xil mashinalar yasab ularga sotishadi. Ey qizig'i, avlodlari eng katta olimlar bo'la turib, Gentra bilan Cobalt pechat qilib chiqarishdan nariga o'ta olishmayotgani. Narxiga qaraganda bu mashinalarni kamida vibraniumdan yasashayapti chog'i. Ha, gap yo'q, gazini bosaversin. Nexia 2 legenda. Shoshma, mana bu Xitoy devoridek uzun navbatlar nima edi? Odamlar ibodat qilishga navbatda turibdimi? Bu esa juda og'riqli mavzudan biri. Ular metan uchun navbatda turishibdi va afsuski hali juda uzoq turishadi. Axir qanaqasiga? Ularni oyog'i ostida shuncha gaz bo'la turib, qanday buncha uzun navbatlar bo'lishi mumkin? Sen buni tushunishing qiyin. Bu kvant fizikasidan yuqori qoidalarga asoslangan. Ya'ni gaz bor, lekin u yo'q. Men bir nuqtada yig'ilgan katta sarmoya chiqimini ko'rayapman. U yerda raketa uchirishyapti chog'i. Shundaymi, Gerald? Yo'q, do'stim. Afsuski adashding. Bu to'yxona edi. U yerda shunchaki to'y bo'layapti. Dabdabasiga qaraganda birorta qirolni to'yi bo'lsa kerak. Shundaymi? Yana adashding. Shunchaki oddiy taksist o'g'lini uylantiryapti. Ana bu 500 ta mehmonni ko'ryapsanmi? Ularni yarmini kelin kuyov tanimaydi. Bu yaxshi insonlar birinchi va oxirgi marta ko'rayotgan insonlarni bir kechada to'ydirish uchun 10 yilga kredit olishadi. Bu naqadar yovvoyilik. Shuncha yillik evolyutsiya qayerga ketdi axir? Biz piramidalarga ular to'yga qilgan xarajatni qilmaganmiz-ku. Hoy Zog. O'tgan oyda senga bergan guruchli ovqatim esingdami? Ko'zingda yosh bilan yegan eding o'shanda. Rostdan ham ular oshni biz kosmik kema qurishimizdan ko'ra yaxshiroq tayyorlay olishadi. Balki mehmon bo'lib ketarmiz. Bizni osh bilan mehmon qilib X Factorga olib chiqishib, Jaylodek qarsaklar bilan kuzatib qo'yishar edi. Keyin paxta terishga yoki paxta qo'yishga majbur qilishadi. Undan ko'ra uyga ketdik. Serialimning yangi qismi bugun chiqishi kerak.